Assalomu alaykum, qadrli obunachilar. Biz Buxoro Bestum ofitsialniy dilerstasi bo'lgan mashina saloniga keldik. Videoni maksimal ko'ringlar. Bu haqda sizlarga to'liq ma'lumot berib yuboramiz. Assalomu alaykum. Opajon, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Bestum Buxoro saloniga xush kelibsizlar. Biz salonga endi birinchi marta kiryapmiz. Mashinalarimiz haqida qisqacha ma'lumot bersiz. Albatta, siz bizada birinchi marta mehmon ekansiz. Xo'p, mashinalar haqida qisqacha obzor va hammasini tushuntirib o'taman. Bestum Buxoro avtosaloni O'zbekistonda yagona dilerlik Buxoroda joylashgan bo'lib, bizada hozir eng urfda desa ham bo'ladi va hamyonbop narxda T77 hamda B70 crossover hamda sedan modellarimiz mavjud. Bestum B70 modelimiz ikki xil pozitsiyada aytib o'tganimdek, keling ichlarini komfortlarini shinamligini ko'rsatib o'tamiz. Bestum B70 modelimiz bu hozir birinchi pozitsiyasi qurilib chiqarilgan motor. Monterud katta monitor ko'rib turganingizdek, yo'lchiklarini juda ham qulay zamonaviy qo'yilgan. Hamma yog'i juda ham qulay barglari va shoklarni qanaqa zo'r qilgan. Abdus abadref barcha pozitsiyalarda mavjud. Ko'rib turganingizdek juda ham keng, особенно panorama birinchi pozitsiyada ham bor, ikkinchisida ham mavjud. Orqa qismlari ham juda ham keng, hamma bemalol o'tirib ketadi. O'tirib ko'rsatishingiz mumkin oldingizda. Juda ham keng. Keling, bagaj qismlarini ko'rsatib o'tamiz. O'g'in ekan bagaj borib qaraydi. Bemalol 700 litr juda ham katta hajmga ega. Bunaqa bagaj menimcha Boshqa mashinalarda GM mashinalarda boshqa mashinani topish qiyin. Teslada shunaqa bagaj ko'rgan bo'lsangiz juda ham katta bo'ladi masalan. Yopilishi ham noodatiy qarang. Juda ham orqa dizayni, ko'rib turganingizdek ledlari juda ham chiroyli. Asobini orqa qismidan ko'pchilik yo'llarda ko'rishadi, o'zi ko'paygan. Qanaqa mashina ekan va orqasi juda ham chiroyli bor deb so'rab kelishadi. Endi B70 deya olmaylik hali. O'shanga hop narxi keladigan bo'lsak, rassrochkaga, naqdga, pul ko'chirish yo'li, kreditga barcha to'lovlar mavjud. Bu rassrochka deganda hech qanaqangi pul bilinmaydi. 0% bilan xarid qilishadi. Kelishadi 50% puli bitta pasport, qolgan 50% 2 yil mobaynida 0% dan bo'lib to'lashadi. Qisqacha telefon raqamlaringizni ham aytib o'tsangiz. Albatta, telefon raqamlarini hozir pastda qoldiramiz yozib.